Amerikada o'qitish sistemasi 3ga bo'lingan. Mana shu hozir biz ko'rib turgan maktab 1-sinfdan 5-sinfgacha boshlang'ich deganda o'zimiz. Keyin ular yana o'rta sinflari bor, ularga 3 yil bu yerda. Keyin 9-sinfdan 12-sinfgacha katta bo'ladi. Ular yana ham boshqa maktab umuman. Bu yerda 15 yoshdan keyin bolalar maktabga mashina borish huquqiga ega bo'ladi. Qizim aytyapti, hozir o'g'li o'sha katta maktabda o'qiyotganligi uchun borsa juda ham katta maydon deydi. Mashina to'la. O'qituvchilarnikiga desam, yo'q, o'quvchilarniki degan. O'sha o'zidagi parkovkasi bo'lardi. O'sha parkovkani bir yilga $100 berishib, o'sha har bitta bolaning alohida parkovkasi bo'lardi. O'shaga mashinasini qo'yib, qisqasi mashinada qatnashadi. Hozir biz ko'rayotgan narsa bular hammasi boshlang'ich maktab. Lekin shu maktab to'g'risida yaxshi fikr yuriladi, o'quvchilarga yaxshi bilim berganligi uchun juda ko'p ota-onalar shu yerga ko'chib kelib, uy olib, farzandlarini shu yerda o'qitib olib ketishar ekan. Boshlang'ich sinfda maktabda yaxshi berishar ekan bilimni, boshlang'ich maktab. Har kuni shu ahvol, farzandlar yoki vakil ota-ona deydi-yu, farzand. Hammasidan kuladi. Shuning uchun shunaqa hayot bu yerda. Mana bolalar shekilli hammasi qaytyapti. Mana bizni bola ham chiqyapti maktabdan.